gigant hovluca sonra bilgan mijozlar mumkin. Ajoyib 2 qavatli hovlucayimiz 100% hovlulardan sotuvga chiqdi. Lokatsiya neda deydi? Xiva yo'l. Ajoyib yerda joylashgan ekan. Obunachilarimiz bu tomonimizdan ham bir 8000 kvadrat 30 millaki bak elleri asfalt bo'lgan. Berimizine chiroyli burchatga fasadlar urgan granit toshlari ishlab berilgan. Plus balkona ega. Görüşler mümkün. Obunachilarimiz hammamiz bilamiz. Hammamizga nasib qilsa shuning imoratlarni go'zallatib ayrim sabablarga satacak en asosiy varianti bularni o Toshkentdan Novostroyga 3 xonali 100 kvadrat 120 kvadrat dom bo'lsa barter variantlari ham bor ekan. Ish qilib hammani elektron bilan chiroyli kamera bilan jihozlangan. Glowni giradom yana novis bo'lgan. Damma fol ishlab turibdi. Novislarimiz yana berimizina granit daşlar bilan korona ishlab berilgan. Bu sotganimiz avtomat darvozalarimiz. Narxini aytib o'tamiz. Narxi $340,000 baholandi. Xizmatimizda kanalımızda yangi bo'lsa like patipsi esdan chiqmasin, mehnatimizni qadrlanglar degan umiddamiz obunachilarimiz. Hammamizdan bundan ham yaxshisi nasib qilsin ilohim. Musofirlarga aka-uka opa-singillarimiz. Bera gloniya, beran girasizlar, tashqaridan bilsam bo'ladi. Gaz hisobli ishlarimiz ham bu yerda qo'yilgan. Yana chiroyli bu yerda granit toshlar ishlar, burchakchalar. Xullas, fasadlarimiz ham yuviladi xili. Yana bir xonamiz hozir bog' tomonidan go'zatib o'tamiz. Tak, doğrumuzda barbekü joylashgan ekan. Benim ustena chiroyli 8 odamlik yana usta kursilar joylashgan. Bu yerda taom hamma joyda tayyorlanib, bu yerda qozoni, mangali, o'joq hammasi shu yerda joylashgan ekan. Manazinliklar ham bor ekan. Hududimizda internet tarmog'i ulangan, gazi, svet, suvdan muammo bo'lishi mumkin emas. Novisam to bu tomonda meni gen fasadlarning har birini alohida qalagellar o'tilgan ekan. September 8 bo'ldi. Bugun endi Xivada qovonsaylar bo'lib turibdi. Hammani taklif qilamiz. Basseynni ko'ringlar. Basseyn ham mozaikali kafillar ishlab berilgan. Alohida bunga o'zini tashuvdan minerallarni tashlab joyda yashalmaydi. Xullas, görüşler mümkün. Asuşenerlar qo'yilib o'tilgan. Har bir xonamizda alohida nodimiz trezorlar qo'yilib o'tilgan ekan obunachilarimiz. Tunika botlardan ishlab berilgan. Shipirimiz tagilari alifon deyishim, uzun alifon ekan, tunika botamiz ekan, uzoqdan ko'rinmaydi burada. Mo'ralar ham bellarina chiqib turibdi. Erselemizden yine görüşler mümkün. Gazollar. Allah aslan düşüntürüp ötemiz. Avalon kanizanlarına bu tamam seninle kaziruklarımızdan koyulgan. Aynalarımızdan yine imza ayna panoramni tanrı ölden de verdim yine. Şimdi geri adam yerinden aslan giremiz abunacılar. Sebebini aytdim, ne üçün satatırgan sebebini, sebep şu Daşın şəhərə köçüb batır, çünki satacaq olsa zərurəti yox. Xullas. İndi bu xanamız, katenli xanamız görüşlər mümkün. Su filtrləri var ekan, hətta ki nasos, su filtr, ariston, oho. Yine süngen sınavda əlaqada bir də elektronlu maşinası var ekan, zərətçilərəm var mesela. Yerimizine yazı hacatxanamız ekan. Bellərin tayyor. Görüşlər mümkün, chiroylatib o'tirgan. Mumtozi bor, bu yerda rafaynamiz bor ekan bo'lajak. Bu ham kofel ishlanish hammasiniki shu imzo granitda ishlab berilgan, keyin travertir bo'lgan. Qarolar ham granit hattoki. Endi uyimizga kiramiz yana. Bismillahirrohmanirrohim deb. Bir hoş yazılamız yine. İşlerimiz hemen görüşler mümkün. Tak, bir hoş gelmez. Birimize giyin düşken. İşlepten mezi işlep durdu. Bu tamam sen hemen uyunu başqaradı. Kulüç atıları. Bir de 6 xil funksiyada. Her xili yana veradi. Damofon işki, glavnisi. Bir de yine robot prisoslarımız.
Kafellarımız bir de İranski, mozaikali bir de kafeller. Yine rakanyalarımız. Balakontlarımız həmməsini setkələri tayar. Bam 3 xil funksiyada becərilədim. Ötə gözəl. Ataçön kombinasiya işlab verilgan. Birincisine ümumse giralımız. Bedenen çıraliyatı yine turma koyulgan. İşlerimiz hem 240, 250 razmede. Onun tarafımızda ikinci kata çıkalım. Zinamız MDF'de yine çıraliyatı müstehkem. Yine datçilerini görüşler mümkün. Abone olacağım. Yine elden koyulgan keyin MDF'den ötürüyen. Ataçön tamam yaxsın olgan kafelerəm yine. Birimiz alaqada ayarlarımızda şöyle kir yuyup yama su şülkəsini kurutup şöyle kılınladı. LG firmanın 8,5 kiloluk ekan avtomatik maşına. Aşxanamız bir de bir xanamız, bir de bir xanamız, bir de garderob ekan. Yani galeriyamdım çıralısından. Fotoğraflarımız ham işlab berilgan. İşlerim öte müstahkem. Toplu pol birinci katam, ikinci katam. Bu mehmonxonamiz, görüşlər mümkün. Mehmonxonamızdan mebelləri Turetski, LG firmanın smart trezorları. Aynalarım bilen kombinasiyası ötülgen ekan birimiz obunachilar. Perdelerimiz Oğlum firmanı konditsioneri. Ne deydi? Tərifləşə til aciz deydi. Xullas 1000 mərtə işkəndən bir mərtə gəlib görgən əvzəl. Üzümən mücayadım, aldınam havas qılqanman, hazıram havas qılama. Çəkdə orada havas qılsan, şu an erişə verəsən deydi. Bir de yine toplu pomlu mekanizmlar bir de çalışkan. Şimdi bir de garderop xonamiz yana bir. Son o'zil ekan bu obunachilar. Kafel dush ovasi o'tilgan. Fotoğraflarımız yine natujdan olingan ekan. Bir de rakonamiz. Görüşlər mümkün. Hammaga alohida. Bir de bunu tadlarımız, misletillerim, İranski. Fenadon bu hattaki. Aynalarım şu düzgene datçılık edildi. Aşxanamızdan Alon firmanı konditsionerlər koyulgan. Lüstralarımız alohida. Bedenem televizor Samsung brend firmanı. Samsung brend haladiniki 2 kameralı 4 adama göre stolumuz. Alma firmanı intellektuali 5 gözle gaz britemiz, duxub gəlsə alma firmanı möhkəmiz simistitələrini yaxsından qoyulgan tartıb əlaqədə işləv götürərəklə olacaq. Əyallarımız dün sevədə şimdi aşxan həmmə əyallarımız desə, bu anaxan singillərimiz mi? Bu ilişkəsə baxtama açıq gedədir. Bir mehmonxonamiz xalasanızda spayni qilsam bo'ladi, yoki mehmonxona qilsam bo'ladi. Menimcha endi bir erkaklar xonasi bo'lsa, yoki ayollar bo'lsa, bu yerda konditsioner, yine katta hajmli Samsung brend firmani televizorlari, fotoğraflarimizni ko'rishlar mumkin. LED keyin kandillar qo'yib o'ting. Her bir xonani ventilyatsiyalar joylari alohida. Bu hududimizda yer o'rnining narxi $150,000 ta $180,000 narxda belgilab aytib o'tirdilar bunachilar. Endi bito texnikasi, gilammi, meyvelari, jihozi, ustaq hamma o'zini hisoblab, normal uygun bahada aytilgan doğrusu. Dumam qimmat emas, o'rtacha narxda. 340,000 menimcha dumam qimmat emas. Bu joyimiz endi ikkinchi qatimizda kuzatsak. Tak. Yine datçikleri. Yine perdelerimiz alohida tema.
Bom, chiroyli ataçentolar, devorlarimiz. Yine Xitoy mahsulotlari, ko'p kandillarimiz. Bir xona yerimiz ham. Bu ekan. Bularimiz alohida montaj etilgan, ham yerdan o'chilsa ham bo'ladi yana. Uzun novdali kandil qo'yilgan, patologlar atachento. Radatlarimiz yaxshisidan plyontuslarga ahamiyat bersagina zo'rindan qo'yilib o'tilgan. Laminat 3.2 gilam o'chilgan ekan bu yerda. Bu yerda Spaniyalar yana. Vaqti o'yindi. Samsung brend firmaniki bu. Turmamiz yana. Fakat yotish kerak. Aytadi-ku, endi yot odam davri sizlarnikiga keldi deb. Bo'lmagan novdalar, kandillarimiz, patologlarimiz atachento. Devorlarimiz aboy, plyontuslarimiz MDF'dan ishlab berilgan ekan. Shkafimiz yana 3 ko'zli. Turk mahsulotlari bor. Yerlarni yana ko'rishlar mumkin obunachilar. Hali ochilmagan benim novi. Bularni yana ko'rishlar mumkin. Alohida qilib mebelchilarga shuni taklif beramiz. Ishingiz yo'sa, duon zo'r. Yemgechaklarga bu yerda asal odamlar, bu yerda yana ideal ko'rpalar shurda bo'lsa. Oynalar bu chizilmaydi, mana ko'rishlar mumkin. Smart trezor yana. Buni ham yoqib bersak, yana go'zal. Nechiki let ekan buniki ham. To'plab olganini aytib o'tdik. Mana endi mustahkamligini ko'ring, yana. Umuman darpanmaydi. Garderobxonamiz. Berimizda yana ko'sh, endi farzandlarimizdagi qiz o'g'ilmi? Bu tomonam shu yerda yana kiyim-kechaklar asalabam. Dapalar ham, polkalar ham, bu yerda yana alohida o'zini tortib, o'zini zo'tlab beradi bu yerda. Berimizda alohida noski qo'yadi. Mana ko'rishlar mumkin. Bu tomonam polka, bu yerda yana ko'rishlar mumkin. Zo'r asyotilgan. Mebelchi ustalar yana taklif sizlarga. Patologlar ham MDF, undan keyin dapani ahamiyatini bersak, bedalimini chiqib nomingiz shipatga chiqib ketiladi. Bemalol akkuratni zo'tilgan. Bu yerda samozelimiz yana. Bu ham kafel bo'lgan, gol svetli bilan bu yerda rakoynamiz. Berimizda yana ko'rishlar mumkin, qizdirib yana. Masalan, dushat zo'tilgan birimiz ham muntazamiz. Sochish uchun alohida ishlab turibdi. Bunchalik bular ham ishlab turibdi. Tak. Yaşamasak yürüyüş gerek, işletdik. Bu xonamizni kuzatdik. Shunda pastda 2 xona, bu yerda 3 xona o'xsha. Bu çadırlarda 6 xil funksiyada bajariladi ekan bularimiz. Yana ko'rishlar mumkin. Tak. Menimcha hammani qo'ldan kelgancha obzor etdik. Xiyobon yo'li dum probka. Mana ko'ngil sayli bo'lgani uchun. Tovuslam qo'l menatat zo'tilgan ekan bu yerda mana. Bu yerda 2 ta mehmonxona, tepasida Spaniyalar joylashgan ekan. Oshxonamizni kuzatib o'tdik. Tak, zo'r. Allohim hammamizga shunday imoratlar yetirsin.
Xullas, navasını gezək obunaçılar. $340.000 dollarım taşab yatdı yine. La Casa Xiva yol, İpek yol. Yine İpek yol diyen ağzı açılgan restoran. Şunu yanımda dezegen burayına. Robotlarımızdan kanı pul basa asan əziyyət yaşadan bu 10 il 15 il kol beyimin bana faydalansa bula. Biri əziyyəti 3 fərzədin 4 fərzədin biləm əziyyət bir də baxlı saadətli bu yaşaysan. Baxlı ahmədli xavlıcağızı. Özlərimizdə kanaldan satılıb gedib niyyət qılamız. Racatı yaxşı insanlar alsın şu xavlıcağının çel oldu yine müsafir dürttü cayalamında. Bir də üzlərimizdə vətənimiz dürttün çabır adam yine. Cayalaman, toy kılaman. Şunun caylarda kız uzatayın, oğul fərzənd öyləntirin. Sünnet toy kılın da bir kilo fərz toyda. Xullas zor. Lokasiyam gəp boşu mümkün emas. Hər bir teması əlaqada tema. Şikili xullas videolikimiz üstündə bir yarım saat, bir saat lekin qısqa düşündürüb ötdük abonəçilərimiz. Mesela telefonla istəmən 88 510 30 Daniel Bek'te alaka çıxarsa. Reklama xidmətləri olsa BMA bağlanın. Instagram, Telegram, YouTube kanalı hər daimlik üybat edəndə çıxarlar. Abonəçilər sağlıqda, amanlıqda görüşünəcək. Sağ olun.